Hammaga assalomu alaykum aziz vatandoshlar va nihoyat biz kutgan o'sha video tayyor, xudo xolasa. Ko'rib bemalol o'zingizlar shoshilmasdan qadamma-qadam men nima qilsam o'shani qaytarib bu ilova Sberbank orqali qilamiz hozir. Bemalol o'zingizlar mustaqil shoshilmasdan ochishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin ba'zi bir berilayotgan savollarga javob berishga harakat qilaman. Gosuslugidan registratsiyadan o'tish bu kimga kerak? Sizga, agar siz Rossiyada bo'lsangiz, sizga kerak. Chunki yaqinda hozir vaqti 1 oy vaqt qoldi. 1 oydan keyin sizni na telefoningiz ishlaydi, na ko'chada sizni agar PPS xodimlari to'xtatsa, telefoningizda gosuslugi bo'lmasa, katta muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun gosuslugini mohiyati haqida ozgina qisqacha gaplashamiz. Bu nima uchun kerak? Bizga men bu narsani analiz qilib ko'rdim, juda ko'p o'rgandim. Bu videoni chiqarishdan oldin buni katta mas'uliyati bor. O'rgandim va men shaxsiy fikrimni aytib o'taman. Buni 100%lik foydasini agar bo'lishadigan bo'lsak, Rossiya davlati bilan biz mehnat muhojirlari tomonidan agar bo'lishadigan bo'lsak, buni 95% faqat davlatga foyda. 5% gina bu ham bo'lsa, bitta narsasi bizga foyda. O'sha O'zbekistondan kelayotganlar 30-iyundan buyog'iga QR kod bilan kirishlari, QR kod olib, Play Market yoki App Store'dan skachat qilib, QR koddan полностью ro'yxatdan o'tib, barcha danlarni kirgizib, qachon bularga dabro bo'lsa, mendagi ma'lumotlarga ko'ra o'shanaqa galochka yonadi, что sizni Rossiyaga qo'yib yuborishadi, kirishingiz mumkin. Bu bitta yagona foydasi bu biletga quymaysiz. Chunki siz QR kodni olib bazaga kirgizgandan keyin ma'lumotlaringizda siz agar zapretingiz bo'lsa, siz Rossiyaga kirishga haqqingiz yo'q bo'lsa, demak o'sha yerda уже sizga ma'lumot beriladi, siz bilet olib qo'yasiz. Videoni boshlaymiz. Xudo xolasa, mana bismillah deb shu telefonda sizlarga ochib ko'rsataman. Ro'yxatdan o'tish bu bizdagi yoshlarga juda ham oson. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, oson narsa, yo nimaga vahima qilasan, shunga ham pul olasanmi, insofing bormi, haromxo'r, shunga o'xshagan ko'p kommentariyalar o'qidim. Baraka topkurlar, bir narsani to'g'ri tushuninglar, sizga oson bo'lishi mumkin, lekin katta yoshli akalarimiz, tog'alarimiz, amakilarimiz, xolalarimiz, xullas menga kelayotgan odamlar ichida даже men 65 ga kirgan odamlarni ham ro'yxatdan o'tkazdim. Ular hayotda bu narsani qila olmaydi. Men shuning uchun sizlarga hozir video qo'llanmani qo'yaman. O'zingizlarni yaqininglarni, o'zingizlarni atrofingizda birga ishlaydigan aka-uka yoki birodarlaringlarnikini bemalol o'zingizlar o'tkazib berasizlar. Qara, unda ketdik. Bismillah. Gosuslugi ilovasini yopib, Sberbank ilovasini ochib, tepadagi poiskiga registratsiya na gosuslugах deb yozamiz. Bosganimizda pastda zaregistrироваться degan yashil knopka chiqadi, unga bosib turib, keyin добавить снилс ga bosamiz. Snilsiz bo'lish shart. Snils yo'qlar pensionerdan olasizlar. Tepada snilsimizni kiritamiz. Xo'p. Snils kiritganimizdan keyin продолжить tugmasini bosamiz. Ozgincha kutganimizdan keyin bizni snilsimiz mana snils добавлен qo'shildi. Endi orqaga qaytib yana zaregistrироваться tugmasiga bosamiz. Keyin добавить почту. Elektron pochta qo'shishimiz kerak. Tepadagi joyga bitta bosamiz va menda tayyor pochtamizni bosamiz. Bu telefonda Gmail orqali o'tamiz, chunki pochtasi faqat Gmail ekan. Xo'p, bitta obnovit qilamiz. Mana Sberbank profildan keldi. U juda ham kichkina bo'ladi kod, kattalashtirib olamiz. Mana kelgan kodni mana shu oynaga kiritamiz. Xo'p, mana pochta kiritildi. Dali. Xo'p, mana pochtamiz ham добавить bo'ldi. Endi вернуться tugmasini bosamiz. Yana zaregistratsiyaga bosamiz. Mana ikkalasi ham qo'shildi. Xudo xolasa, mana endi Sberbank bilan gosuslugi ma'lumot almashyapti hozir. Sizlarni как раз danlarni tekshiradi. Agar qanaqadir o'zgarish bo'lsa, o'tmaydi. Registratsiyangiz o'zgargan bo'lishi mumkin, adresingiz yo uyga borib kelgan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, mana bizga 0919 raqamidan SMS keldi, tekshirib ko'ring va da deb unga atvet qaytaring deyapti. Mana 0919 ga kiramiz. Xo'p, endi shu kelgan SMS ga da deb turib, orqasidan 2426 ni yozib jo'natamiz. Bu sizda boshqa raqam keladi albatta. Получить bosamiz va kutamiz. Xo'p, endi Sberbank ilovasini yana qaytadan ochib turib, kod отправлен tugmasini bosib, yana ozgina kutamiz. Mana отправили заявку на проверку. Mana ko'rib turganinglardek,
10 minutdan 12 soatgacha vaqt oladi. Shuning uchun darrov shoshilib, nimaga bo'lmayapti, nimaga galashga chiqmayapti deb shoshilmaymiz. 12 soatda xudo xolasa hammaniki bo'ladi. Xo'p, yana bitta tekshirib ko'ramiz. O'sha poyezdga registratsiya gosluga qilib yozib, yana bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, отправили заявку на проверку deyapti. Xo'p, endi yana bir qator SMS'lar tekshirib qo'yamiz. Agar kelgan bo'lsa, yo'q, bizga kod kelmadi. Sizga gosuslugidan sirazi kod kelishi mumkin, yangi parol, ya'ni har xil unaqa simvollardan tashkil topgan 8 xonali parol kelishi mumkin. Biz boshqacha yo'l tutamiz. Telefon raqami bilan yoki SNILS bilan bemalol gossuslugi ilovasini qaytadan ochib kirsak bo'ladi. Hozir biz parolimiz bilan, ya'ni telefon raqamimizni yozib, telefonimizga kod keladi, shuni orqali kiramiz. Xo'p, mana kod keldi telefonimizga. SMS ochamiz. Mana gossuslugidan bizga hech qanaqa simvolli parol kelmadi. Просто raqamli kod keldi. Buni olib gossuslugi ilovasiga kiritamiz. Xo'p, kod подтверждениyani kiritdik. Kiritganimizdan keyin придумайте код доступа deyapti. Parol qo'yasizlar. Просто oddiy to'rxonali, tug'ilgan yilingiz bo'lishi mumkin yoki просто parol qo'yib qo'yasiz. Как Sberbank o'xshab, lekin bu yerda to'rxonali. Xo'p, mana ochildi. Продолжить. Bundan chiqib ketamiz. Продолжить. Hammasiga разрешение beramiz. Ha. Endi tak, mana profilimiz hozircha tayyor emas. Ko'rib turgan, yozib ko'rasizlar. Mana pochtamiz sarg'ayib turibdi ожиданиеda. Отправить письмо повторно bosamiz. Keyin yana pochtani ochamiz. Bitta обновить qilamiz. Hop, gossuslugidan yana bitta kod подтверждение kelgan. Sal teparoqqa ko'taramiz. Oxirgi SMSni ochamiz. Подтвердить tugmasini bosamiz. Bittada o'xshamasligi mumkin sizlarda, bo'lmasa mana menda ham o'xshamadi. Yana подтвердить tugmasini bosamiz. Xo'p, endi telefonimizga kod keladi. Mana gossuslugidan SMS kod keldi. Oxirgi kelgan kodni oynaga kiritamiz. Xo'p, bu yerda dalil tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, profil tayyor. 3 ta galashka yondi. Telefon raqam, elektron pochta va profil зеленый подтвержденный учетный запись. Hammalarga rahmat. Bemalol qaytadan ko'rib, bemalol ko'rishinglar mumkin. Yaqin kunlarda xudo xolasa QR kod haqida barcha ma'lumotlarni berishga harakat qilib ko'raman. Qanaqa qilib to'ldiradi, qanaqa ma'lumotlar kerak bo'ladi, bular haqida ham ko'p ma'lumotlar berishga harakat qilaman. E'tiboringlar uchun rahmat. 3 kun kuttirganim uchun yana bir marta uzr so'rayman. Videoni albatta Rossiyada yurgan yoki Rossiyaga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga jo'natish esingizdan chiqmasin va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin sizlarga juda ham foydali videolar chiqadi Instagram, Telegram va YouTube kanallarimga. Agar video manfaatli bo'ladigan bo'lsa, men bundan faqat va faqat xursand bo'laman. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.